Assalomu alaykum azizlar. O'zim Avstriyadaman, kichkina zavodga kelgan. Mana bu yukni Fransiyadan yuklab kelganman. Buni qaranglar. Kichkina zavodni ichiga qanday uslova qilib bo'lgan. Katta sex, kichkina zavodu sexda. Mana buni qaranglar, qanday jihozlari, apparatlari bor ichiga. Mana bu takarni stanok har biri. Qo'yil, lekin qo'yil. Mana buni qaranglar. Almozni aliment kesayotgan apparat. Hammasini отдельно pozitsiyaga ayirib qo'yapti. Hozir men uni bir xil har xil pozitsiya olib kelganman. Endi bu yerga отдельно polkaga teryapti. Eng qizig'i nima, sizlarga ko'rsataymi hozir? Buni qaranglar. Shu kichkina joyga rohlini joyi отдельно, buni qarang. Kichkinasi отдельно, kattasi отдельно. Mana bu yerga kara turadi отдельно. Spesialni bu yerga zaryadga qo'yadigan joyi, zaryadga qo'yadi shu yerga. Spesialni joyi, ko'rasizlarmi? Gap yo'qlik. Mana bunaqa material olib kelganman. Ana shunaqa material olib kelganman. Bir mashina. Hozir buni oladi. Bu tomonni olib bo'lgandan keyin yana mashinani orqaga olaman-u, keyin oldini oladi. Bo'lmasa kichkina joy bu tomonga sig'maydi kari. Bu tomonni yopamiz. Mana qanday sex bu yerga. Hozir syomka qilaman, ko'rsataman sizlarga azizlar.